Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Temur va bugungi videoda 100 kun hardcore o'ynaymiz. Video boshlandi va biz o'yinni ham boshlaydik do'stlar. Va bir daraxt chopamiz, kuchayamiz va albatta hardcore o'ynaymiz. Nima hardcore yuraklaring yo'q desanglaring esa do'stlar, hardcore yuraklaring yo'q esimdan chiqib ketdi. Zalni sozay qilib qo'ydim. Shu uchun ham endi shunday ketaveradi, ammo xavotir olmanglar. Agar men o'lib qolsam bu video tugaydi. 100% tugaydi do'stlar. Hoppa, ana birinchi xato. Masalan, toshga kuchayib olsak bo'ladi do'stlar. Do'stlar, mana do'stlar, biz toshdan chopib men ishga tushsammi deyapman, suv yo'q ekanda. Bu yergacha ancha bordim menga do'stlar. Shuni o'ylayapman. Mayli. Shu uchun ham do'stlar tinchgina o'girilibgina orqaga qaramasdan so'rayverishni maslahat beraman. Hop, hop. Do'stlar, mana birinchi marta hardcore emas. Birinchi hardcore nima bo'lganini hamma biladi. Yaxshilik bilan tugamaganda top taq. Hattoki qo'yni ham bitta o'ldiraman. Qayta izlashamiz, biz tezroq kuchayishimiz lozim. Birorta bir oddiyroq bir shaxta topsaydim, o'shandan tezroq kuchayib, jelez balki almazniga o'tib ketardim. Ovozimga esa do'stlar e'tibor bermangizlar umuman. Chunki bilasizlar, hozir kelib yuribdi, men esa o'sha deblardan biriga menga tegib oldi. Nima deysizlar endi? Baliqni uramiz, kerak bo'la. Kerak emas. Endi rosa birorta bir yaxshiroq joy topib olsaydik, daraxt ham chopib olamiz, chunki daraxt har doim kerak bo'ladi. Daraxt kerak bo'lmaydigan vaqt yo'q. Hop. Men do'stlar tezroq 100 kun yashab, undan keyin van blok ham qolib ketdi do'stlar, bilasizlar. Mendan ancha yaxshi bilasizlar, van blok olyotdik biza. U ham nechinchidir oxirgi kunlardan biri kelmay qolib ketdi. Shu uchun ham do'stlar, nima desam, shu videodan keyin agar shu video 10 dan ziyod like yig'sa, ana o'shanda do'stlar men albatta van blokni oxirgi qismini olaman. Unda men sizlarga aytayapman, oddiy bo'lmaydi. Sardor, yodgor, Gregsmith, yodgor, Munisa men bilan hozirgacha o'ynagan har bitta youtuberlar bo'ladi. Shu uchun do'stlar bu videoga like bosinglar. Va YouTube'da ham iltimos prosmotr qilib bersin. Prosmotr shunchalik qiyinmi? YouTube'ga video qo'yib prosmotr qilmayapti. Videolarim zo'r, ko'radiganlar biladi. Lekin prosmotri 0. Shu uchun do'stlar like bosib menga yordam beringizlar. Bu yerda esa do'stlar hozir tezlashtirib borsak, video anchagina osonroq bo'ladi va sizlar bunday uzoq narsani ko'rib zerikib qolmaysizlar do'stlar. Ammo men gapni to'xtamayman. Hay. Mana ham shaxta bor. Lekin bizga kerak emas shaxta. Tezlashamiz. Qanday oddiy Minecraft'ning tezligi shunday bo'lsaydi. Ender Dragon 1 minutda yutarmidim. Bo'lishi mumkin do'stlar.
Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringizlar. Hozir esa men uzoq vaqtli do'stlar qazishga ketaman, chunki mana bu yerda jiles bor. Shuning uchun do'stlar menga ishlash juda ham zarur va men kuchayishim shart. Va aytganimdek kuchayishim kerak va man o'sha joyga tushishim kerak. Chunki u yerda almas, solta va shu kabi narsalar bo'ladi. Ammo bu yerda zombilar bor ekan. Va bu yerdan tushib ketsam, ha do'stlar, nima bo'lsa men shu yoqqa tushishim kerak. Va bu joyga kesib va sizlarga tushib qazishim unchalik yoqmasa kerak do'stlar, to'g'rimi? Qazish o'zi qiyin ish. Chiqib ketganda ko'rishamiz do'stlar. Mana do'stlar, shodlik qayda. Men ana shu bloklarni chopmadim sizlar uchun. Almas topaman dedim mana. Jilis chopib o'tirsam almas chiqdi. 5 ta ekan. Roppa-rosa 5 ta. Yo'llarni qazdim. Ammo do'stlar, o'zini qazmadim. Mana qarajingizlarga o'g'il sovursak, ovoramiz mabadaklarni. Gadalarni olsak, yerdagilarni ham bu yerga yangi qo'ydim. Ya'ni o'g'il yangi qo'ydim. Ya'ni nima bo'lsa, bilen elas olamiz o'zimizga. Mana full железный. Ana chiqib ketaversak bo'ladi. Ay, ikkinchi xato menga qimmatga tushishi mumkin. Nima deganim? Ay, yarimta joy. Bu xatoim meni hozir o'ldirishi mumkin. Lekin sekinlik bilan sekinlik bilan bitta o'ldirsak yaxshi bo'ladi. Böyle yuraklarim chiqib ketay dedi-ku. Afsuski mana daraxtim ham tugadi, nima qilaman bilmayman. Qayday endi? Mashadan qazib borsam, yetib olsam kerak ham shalarga. Shuncha освещение qilganman do'stlar. Lekin baribir shu zombilar spam bo'lyapti. Nima qilsam do'stlar bilmadim. Mayli, hozir jeleslarni olamizdan ketamiz, suraveramiz beda. Yaxshilik topmadim. Yarimta jomla ketdi meni. Shu uchun ham do'stlar, hozir ovqatimiz pishguncha ozgina o'tirib turamiz. Undan keyin o'zi pishdimi? Yomon tez pishdi. Cho'tamanga shunisi tuyulyapti do'stlar. Mana shuni juda ham tez paydo bo'lgan, tayyor bo'lgandan bo'lib ovqat. Temizlanib bo'lay. Sekin suraveramiz. Sekinlik bilan yomon yoqqa pastga tushmayman bo'ldi. Yo'dan chiqishim
anchagina qiyin bo'ladi. Qayerga ketdim? Mashadan kavlab chiqamiz do'stlar. Aytibman do'stlar, gripp bo'lganman men ham. Ikkinchi marta ham. Shunga o'zingiz asranglar do'stlar. Hozir gripp yo'q kelyapti. Bir ishlasa qo'yarmayapti. Ikkinchi marta ishlayapti bir ishlagan joyda. Do'stlar. Sekin ashtarasiga chiqamiz. Yaxshi do'stlar. Bu yoqdan chiqqandan ko'ra bu yoq anchagina vakinlar. Bitta almas, uchta almas. To'rtta balki. Yo'q, uchta ekan. Hadi do'stlar, bu yerdan tinchgina chiqib ketamiz. Almasimiz bor, hamma narsamiz bor. Shuning uchun hayotdan baxtlimiz. Hardcore shuncha narsa do'stlar. Uni o'zi bo'lmaydi. Bu do'stlar 100 kunlik hardcore. Lekin 100 kunning oxirida menga bitta shart qo'yingizlar do'stlar, bu birinchi seriya. Agar iloji bo'lsa nima qilayman? Shu 100-kunga kelib, biror nima qilishim kerak-ku. Agar 100-kungacha tirik qolsam, sizlar Ender Dragon yoki Vardan bilan tush desalaring, men ular bilan tushaman. Agar o'lib qolsam, 100 kunlik mehnatim ham ketdi. Agar yutsam, sizlardan bitta like va bitta podpiska. Do'stlar, yozib qoldiringizlar. Yoki mod qo'shib kartoshkalar nimasiga boraymi? Hardcore'ga. Lekin u umuman boshqa video bo'lib ketyapti. O'tgan joylarni qaytib, yana izimdan ketyapman. Hay do'stlar. Yo'limiz juda ham uzoq bo'ladi, shu uchun bu joyni mayli udaltirib taylamayman do'stlar. Aytganimdek do'stlar, kesib taylamayman. Shunchaki do'stlar, ozgina tezlashtiraman birgalikda. Mana tezroq anchagina bo'lganini ko'ramiz. Ammo tushunyapsizlar-ku do'stlar, men misol uchun tushunyapman. Tez, lekin tushunsa bo'ladi. Dreamni o'ynaganday. Dream lekin bunchalik tez o'ynamasa kerak. Hech kim bunchalik tez o'ynamasa kerak.
Chunki endi do'stlar bu tezlik ham ko'p-da bu. Va nihoyat. Mana nima deyotganim esimda yo'q. Dream. Dream uchun ham tez bo'yi. Biz o'zimizlarni maqsadga qaytamiz. Qishloqni nimadir topishimiz kerak edi. Men bir qishloq topdim. Kim ekranda ko'rgan bo'lsa ko'rdi boya. Mana oppo, men yana mana qishloq ekan-ku. Bizga oddiy qishloq kerak. Ular qishloq kerak emas bizga. Haydaslar sunduqlari bordir, nimadir bordir. Ana. Yigitlar ketishgan. Bizga narsa olib ketishgan ular. To'ram kerak bo'ladi. Ana. Kravat chiroyli-kana, chiroyli rang. Yangi versiyalarda qo'shilgan nimalarda bu. Menga yoqdan shunday ekan. Tinnoq ekan. Shu narsani hozir tezligini yig'ishtiramiz. Mana bug'doy nimalar bor ekan. Ammo qishloqlar bo'lmasa kerak. Balki ozgina baroqroq yeganimda sog' bo'larmidi ber. Nima deb o'ylaysizlar? Ikkinchi xatoyim tayyor do'stlar. Xato qilishdan to'xtamayapman. Do'stlar, shuncha mehnat qilyapmiz dedim. Video chiqarish ham oson emas. Like va podpiskani ayamangizlar do'stlargina. Ko'rib turganingizdek, men nimani ham o'zgartirdim. Kanal nomini ham Temur Gamer deb hamma biladi. Va endi Temur Gamer emas, balki Temur Hardcore o'z. Bunday qilishiga sabab bo'lgan yagona narsa, men oxirgi vaqtlarda yomon ko'p hardcore o'ynayapman. Shu uchun ham video hardcore bo'lgani uchun ham YouTube kanalim hardcore ga bag'ishlagan bo'lsin dedim. Men hardcore qildim. 100% hardcore. Hozir esa do'stlar o'zimizga kerakli narsalarni olamiz. 3 stak bo'ldi. 3 stagimiz bemalol yetadi bizga. A few moments later. Aysomni bitta o'ldirsak, taq bo'ldi. Ana endi bu uyni bitta tozalab olsak yaxshi bo'lardi. Qilich bilan sindiramiz. Taq. Buyoqlarni ham tozalab yuboramiz do'stlar. Bo'ldi. Bitta mabada qoldi. Hay do'stlar, sizlar bilan Temur Gamer bo'ldi. Videoni oxiri ham kelib qoldi do'stlar, ammo xavotir olmangizlar. Bu videoni atiga birinchi qismigina. Bundan keyin yana bu qism necha bo'linadi bilmadim, lekin balki ko'p, balki kam do'stlar. Aniqini ayta olmayman. Shu uchun ham do'stlar, hammaga xayr. Sizlar bilan Temur Gamer kanali bo'ldi. O'zi Temur Gamer emas, Temur Hardcore o'z kanali bo'ldi. Va sizlar bilan Temur edi. Hammaga xayr do'stlar.